bitta zo'ri kelib qoldi. Ha. Bitta qiz jinchiroq topib qolibdi-da. Ish qilasa ichidan jin chiqib, amringizga muntazirman. Faqat 3 ta tilak aytaman dedi. Yo'q esa, ammo men turishga chiqamisiz siz? Ammo sizga bitta tilak aytganingizni qilsam, eringizga 10 barobar bo'ladi. Qarang bo'lmasa, bo'ldi gap yo'q. Qilasizmi? Ha, qilaman. Tilagingizni. Debdi-da, enagan birinchi tilak aytingsa, birinchi tilagim meni shunaqa ham chiroyli bir go'zal qilib qo'yingsa, ammo qarang ammo eringizga 10 barobar bo'ladi ammo. Mayli desa. Voy, eringizni erkaklar ham sevib qoladi ammo siz aytganda qiling. Tam bo'pti. Ikkinchi tilak. Ikkinchi tilagim meni 10 million dollar pulim bo'lsin. Voy, opa, ammo 10 barobar ha eringizga. Aytganda qiling, ko'p gapirmang. Hop, bo'ladi. 10 million. Eriga 1 milliard. Uchinchi tilak esa, uchinchi tilagim meni yuragim bir marta bir o'rtacha me'yorda pristup bo'lsin-sa. Jin. Voy, biling. Debdi. Aka,